Rossiya Ukrainaga 2022-yil fevral oyida bostirib kirganidan beri O'zbekistondagi ikki zavod Rossiyaning harbiy harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun muhim materiallar yetkazib berishda asosiy rol o'ynadi. Jumladan, portlovchi moddalar ishlab chiqarishda. Xaron o'rganib chiqqan savdo ma'lumotlariga ko'ra, Farg'ona kimyo zavodi mas'uliyati cheklangan jamiyati va Sirivaya sellyuloza mas'uliyati cheklangan jamiyati zavodlari Rossiyaning o'q-dori ishlab chiqaruvchi zavodlariga, mudofaa pudratchilariga va boshqa harbiy iste'molchilarga $170 million ortiq qiymatda sellyuloza yetkazib bergan. Xaron dunyoning yetakchi tashkilotlariga moliyaviy jinoyatlar, ta'minot zanjiridagi xavflar, eksport nazorati, investitsiya xatarlari va boshqa turli sanksiya xavflarini aniqlashda yordam beruvchi shirkatdir. Ikki zavod ham O'zbekiston paxta sanoati uchun chuqur aloqalarga ega Rustam Mo'minov ismli Rossiya fuqarosi bilan bog'langan. Hozirgi kunda Mo'minov Farg'ona kimyo zavodi shirkatiga egalik qiladi. Avval esa u Raw Materials Cellulose kompaniyasiga egalik qilgan, lekin 2024-yilda o'z ulushini boshqa shaxslarga topshirgan. Ushbu zavodlarda ishlab chiqarilgan selluloza Rossiyadagi bir nechta yirik harbiy mahsulotlar yetkazib beruvchi korxonalar tomonidan, jumladan Qozon davlat porox zavodi, Perm porox zavodi va Tambov porox zavodi kabi davlat korxonalari tomonidan xarid qilingan. 2023-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya vazirligi bu zavodlarning barchasini Rossiya mudofaa sanoatini qo'llab-quvvatlagani uchun sanksiyaga kiritgan. Paxtadan olinadigan selluloza nitrotselluloza yoki qo'lyozma paxtani ishlab chiqarish uchun muhim komponent hisoblanadi. Bu raketalar, porox va turli harbiy qo'llanmalar uchun zarur bo'lgan yonuvchan birikma. Nitrotselluloza yaratishning kimyoviy jarayoni sellulozani azot va sulfat kislotalari bilan qayta ishlashni o'z ichiga oladi. Bu uni qurol ishlab chiqarish va portlovchi moddalar bilan bog'liq boshqa tarmoqlar uchun muhim mahsulotga aylantiradi. PBS Newhour xabariga ko'ra, O'zbekistondan Rossiyaga paxta sellulozasi eksportining 85% ga yaqinini nazorat qiladigan Mo'minov katta biznes imperiya qurgan. Sovet davridan beri Rossiyaga paxta yetkazib berib kelayotgan bu yirik paxta ishlab chiqaruvchi O'zbekistonda bu yo'nalishda hukmronlikka erishdi. O'zbekistondagi manfaatlardan tashqari uning biznes faoliyati Yevropani qamrab olgan. U yerda venture kompaniyada ulushga ega, shuningdek Rossiya ishlab chiqarish sektorida ham ulushga ega. O'zbekistondan Rossiyaga selluloza eksporti, Mo'minov tarmog'i orqali amalga oshiriladigan yetkazib berishlar, davom etayotgan xalqaro sanksiyalar va savdo cheklovlari sharoitida Rossiya mudofaa operatsiyalarini qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Rossiyaning nitrotselluloza kabi mahsulotlarga bo'lgan ehtiyoji saqlanib qolgani sababli O'zbekiston zavodlari bu tobora murakkab geosiyosiy dinamikada asosiy o'yinchilar bo'lib qolmoqda. Rustam Mo'minov 1953-yil 26-dekabrda Toshkentda tug'ilgan. Toshkent avtomobil yo'l institutini tamomlagan. 1997-yildan 2012-yilgacha Bursel Inshoot Turk kompaniyasi direktori bo'lib ishlagan. Bu kompaniya 2 yirik paxtani qayta ishlash fabrikasi va tikuv ko'kim fabrikasi qurgan. Keyinchalik Tapoich davlat aksiyadorlik jamiyatida tashqi iqtisodiy aloqalar bo'yicha direktor o'rinbosari sifatida faoliyat yuritgan. Eltuz O'zbekiston elitasiga aloqador shaxslar bilan bog'liq voqealarni yoritishda davom etadi. Kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like va izohlar qoldiring.